Ko'rinishi oddiy va osonligi bilan trendga aylangan lola somsalarni bugun sizlar bilan birga tayyorlaymiz. Xamiriga gap bo'lishi mumkin emas. Albatta tayyorlab ko'ring. Piyolada o'lchab ko'rsataman. 3,5 piyola un solamiz, 200 gramm margarin solib, urvoq holatiga keltirib, 1 choy qoshiq razxilitel va 1 choy qoshiq tuz solib, quruq massani aralashtiramiz. E'tibor bering, 100 gramm qatiq va 50 gramm mayonez solib, xamir tayyorladim. Tindirib o'tirmaymiz. 18-20 dona zvolachalarga bo'lib, ustini yopib, tindirishga xolodilnikka yarim soatga qoldiramiz. Bu orada nachinkasi uchun go'sht, kartoshka, piyoz, zira, tuz, murch solib aralashtirib tayyorlab olamiz. Tingan xamirlarimizni yoyib, markazdan chetga qarab kesib, 1 osh qoshiq nachinka solib, videoda ko'rsatilgandagi konus shaklida o'rab olamiz. Tagidagi nachinkasini ichkariga ozgina kirgizib, yopib, xamirlarni yaxshilab berkiting, tagidagi suvi chiqib ketmasin. Somsani videoda ko'rsatilgandagi ochib, tuxum va sidani sepib, 180 gradusda 25-30 daqiqa davomida pishib chiqadi. Albatta tayyorlab ko'ring, yoqimli ishtaha.